Mana pichkamiz bitti, mana olov yonyapti hozir. Biron joydan dud chiqqani yo'q. Qozon bug'lanyapti, mana qizib ketdi qozon. Pichka. Pichkadan dud chiqqan yo'q mana. Kaminni pich bo'lib qoldi-ku bu, ha? Kaminni pich bo'ldi qoldi. Kaminni pich bo'lib qoldi. Umuman dud chiqmaganini qarang buni. Kaminni pich qilib o'rsagan bo'lar ekan. Final mana. Shu 100 olmasa bo'ldi siz, ha? Qolgan jazosi ham. Internetga qo'yamanmi YouTube'ga? Mana odam yondan olsa ham dud ko'rinadi. Dud yo'q mana. Bironta dud yo'q. Eshiklarni ochib qo'yibmiz buni. Yopsak ham dud chiqmaydi. Mana. Даже kraskasi kuygan yo'q. Suv bug'lanyapti mana, qizib ketgan. Dud yo'q mana, dud chiqqan yo'q. Birontasi ichiga olov yonyapti hamma. Kulxona ortadan ovoz chiqadi, vaqullar. Mana yopina, mana qarang. Kulxona mana o'zikidan yomon chiqyapti, mana qarang. To'xta. Ana shuni chiqyapmiz. O'tin qurasizlar, avion farqi yo'q, katta, kichik. 50 sm, 60 sm o'tirib ketadi bemalol. Ha? 1 metr Past 1 metrlar ham kirib ketadi. Yo'q qo'yurasizlar bu. Kraska qilingan kraskalar ham kuymaydi mana. Yo'q. Qaynab ketdi. To'rtta o'tin bilan qaynab ketdi mana. To'rgana o'tin bilan suvlarimiz qaynab ketdi mana. Shahrisabz To'damaydon qishlog'iga qilindi bu pechka mana. Mozaikachalar bilan. Endi mozaikamizga har xil tosh bo'ldi. Yoki gul chiqarolmadik, sababi shoshilinch bilan qilindi. Tandir qilinmadi, tandir sababi buzilib qaytadan qilinadi.